Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Biznesni rivojlantirish bank hamkorligida Navoiy viloyati Konmix tumani Yuksalish mahallasidagi 389-konturda amalga oshirilyapti. Ushbu loyihamiz 10 gektarlik bo'lib, qovun ekini ekilgan. Yerda uzunasi 420 metr, bo'yi 240 metr. Ushbu dalo maydonga o'sha qovun ekinimiz zamonaviy usullarda, klyonka ostiga ekilgan, zamonaviy agrotexnik ishlovlar berilgan. O'z mahsulotlarimiz tayyor chiqqan holatda ushbu qovun ekinimiz 70-75 kunni o'z ichiga oladi. Bu loyihamizda 10 ta dehqon xo'jalik biriktirilgan bo'lib, har bitta dehqon xo'jalikka 1 gektardan to'g'ri keladi. Bu loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor biriktirilgan. Lider tadbirkorimiz Konmix Chordara MCJ. Bu yerda gektariga 7000-8000 dona o'sha nihol ekilgan. O'rtacha biz rejalashtiryapmiz gektaridan 20-25 tonna hosil olishni va bu qovun ekinidan keyin takroriy ekin ekishni rejalashtirganmiz va o'sha dehqon xo'jaliklarimiz daromadi oshishini kafolatlaydi.